New York vaqti gazetining Xitoy to'g'rida e'lon qilingan bir maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy raisi Xi Jinping Xitoy Kompartiyasi 20 qurultayida bergan dokladida o'zining o'tgan 10 yildagi xato siyosatlarini oqlagan. Jumladan Uyg'ur rayonidagi qabih bostirish va irqiy qirg'inchilikni, Hong Kongdagi demokratiyani yo'qotishni, davlat amonligini qo'g'dashdagi alqig'ush g'alaba deb atagan. George Washington Universitetining professori Sean Roberts apandi ziyoratimizni qabul qilib, Xi Jinpingning qurultayda bergan dokladi haqida to'xtalib, mundaq dedi. To my knowledge, Xi Jinping does not, in his speech, at all reference ethnic minorities more generally or particularly Uyghurs or Tibetans. Bilishimcha, Xi Jinping bu qurultaydagi so'zda oz sonliq millatlarni, bo'libmi Uyg'ur va Tibetlarni qat'iy tilga olmadi. Demak, hozirgi vaziyat davomlashadigan qiladi. Meningcha lagerlar sınaq tariqasida taqilishi mumkin, ammo Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish va Uyg'ur zaminini egallashdan iborat tüp siyosat yaqin kelgusida o'zgarmaydigandek. Hech bo'lmasa Xi Jinping huquqdan tushishgacha davomlashadigandak qiladi. And probably will continue at the very least until Xi Jinping is no longer the leader of the country. Amerikadagi siyosiy kuzatchi Ilshad Hasan apandi Xi Jinpingning qurultayda bergan dokladini o'qib chiqqandan keyingi ta'sirotini bayon qildi. Uning bildirishicha, Xi Jinping huquq tutgandan boshlabla Xitoyning atalmish davlat xavfsizligi uchun Uyg'ur rayonini taltaks tinchitish shuari ostida irqiy qirg'inchilik yurgizib kelgan. Bu dokladda dal shu siyosatini muvaffaqiyatli bo'ldi deb maqtagan va uni davomlashtiradiganligini bildirgan. Hozirgi bizning vatanimizda, ya'ni Sharq Turkistonda berayotgan Xitoyning milliy qirg'inchilik siyosatining laylig'uchisi shu Xi Jinping. Bularning burundan tortib mayli Zozongtangning ishg'oliyatini tortib hozirgacha davlatini Xitoy davlatininki bexatarligi amonligi uchun bu zaminni o'zininki ishg'oliyatiga elish, yerlik millatlarni qirg'inchilik orqali bo'ysundirish yoki yo'qotish. Bu Xitoyninki tarixdan berayotgan siyosati. Bu yangilik yo'q. Xi Jinping faqat uni ang vahshiylarcha usulda davomlashtiryapti. Shuning bu dokladida buni muvaffaqiyat deb ko'rsatgan, chunki bu siyosat milliy qirg'inchilik shu Xi Jinpingninki o'zining loyihasi. Chinchanggo Xitoylar faqat uningki ijro qiluvchisi. Sean Roberts apandi Xi Jinpingning davomli huquq tutishining Uyg'urlarga bakrak ofat bo'ladiganligini bildirib, mundaq dedi. I think that it's clear that the present policy in the Uyghur region that has been so devastating for Uyghurs Uyg'ur rayonida hozir davomlashayotgan siyosat Uyg'urlar uchun aytganda buzg'unchilik xarakterini olgan. Buni paydo qilishda Xi Jinpingning qo'li bor. Xi Jinping yana davri sursa, Uyg'urlarga foydali ishlarni ko'rish tas. Men bu masalani hal qilishda Xitoydan hisob elish, ularni Uyg'urlar duch kelgan ishlarga javobgar qilish kerak deb qarab keldim. Men yana Xi Jinpingda biror o'zgarish bo'ladigandek alomatlarni ko'rmadim. Chunki u o'zining siyosatini tanqidlamaydi, ham hech kim uni tanqidlay olmaydi. U xalqaro qartib degan gaplarida o'z siyosatini tashabbus qildi, ham uni qo'g'dab keldi. Shunga uning davomli huquq tutishi Xitoyda yashayotgan Uyg'urlarga foydasiz deb o'ylayman. I don't see his continued rule being a positive thing for Uyghurs inside China. Ilshad Hasan apandi Xi Jinping davomli huquq tutsa, Uyg'urlarga texim og'ir kunlarni elib keladiganligini, irqiy qirg'inchilikni yangi shakl, yangi usul bilan davomlashtiradiganligini va buningga ideya jihati tayyorlik qilib qo'yish kerakligini bildirib, mundaq dedi. Endi kelgusiga qaraydigan bo'lsak, Xi Jinping Xitoyga doyi bo'ladi. Bu Uyg'urlarga nimadan derak berdi deganda, bu milliy qirg'inchilik siyosati yana davomlashadi. Balkim texmi kaskin, hozirmi kaskinlashib mengwatidi. Burun lagerlarga solab, sarxillarimizni qiynab o'ltagan bo'lsa, balkim hamda keng ko'lamda Uyg'urlarni qirg'inchilik qilib berish. Hozir bu boshlandi desakmi bo'ldi. Masalan, G'ulja, Qashqa, Xotan, Aqsu, Korla hamma shaharlardan qamalganligini anglayapmiz. Yeydigini yo'q, ichadigan suv yo'q, yig'layotgan, o'layotgan ana bolalarni ko'ryapmiz. Bu demaklik milliy qirg'inchilik boshqa bir usul bilan boshlandi. Biz uningki siyosatidan o'zgarish, xomxiyol umid kutmasligimiz lozim. Balkim ba'zilar voy endi mangulik dayi bo'lgan siyosati bo'shab qolar. Bo'shmaydi.
faqat shakli jihatdan sirtqi bo'lgan tashviqotda o'zgarishi mumkin. U bo'lsa pardozlaydigan bir turkum artistlarni chiqarib, xuddi Beriteri bir ayning oldida Uyg'urlarni apirib so'zlatgandek, u yerda bu yerda sakinda so'ziltib bir necha g'alchini shu orqali xalqarani aldaymiz deydi. Ammo xalqarami hamda aldandigan vaqtlardan o'tib ketdi. Boshqa jihatdan menimcha o'zgarish bo'lmaydi, vahshiylik bo'ladi. Shuning uchun biz ang qorong'u kunlar oldimizda deb, shunga tayyorlik qilishimiz kerak, tayyorlikni puxta qilishimiz kerak. Xitoy taraqqullarining xabariga qaraganda, Xitoy Kompartiyasining 20-qurultayga qatnashgan atalmish Xinjiang vakillari Xi Jinpingning Guangxi vakillari muzokarasida qilgan so'zining ro'yini o'g'inish va o'z ta'sirotlaridan bayon qilish yig'inida Xi Jinpingning atalmish Xinjiang siyosatining to'g'ri bo'lganligini va uni qat'iy himoya qiladiganligini bildirishgan. 20-qurultay vakili, Kunas nahiyalik partkom sekretari Li Weihua fikr bayon qilib, 18-qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti minglagan odamni ranjisimi 1 milliard 400 million xalqning arzusini yerda qo'ymaslik mas'uliyati bilan chiriklikka qarshi kurash qildi degan. Bu so'z garchi chiriklikka qarshi turish ustida ketayotgan bo'lsa-mu, Xitoy kommunist hukumatining Uyg'ur rayonida yurgizgan necha ming odam o'lsin mayli, bir unsurni turdan tushirib qo'ymaslik degan bostirish siyosatini, shundaqla Uyg'ur rayonidagi millatlarni qurbon qilish badaliga Xitoyning abadiy muqimligini saqlash niyatini aks ettirib bergan. Aqtu Nahiya Bulunko'l yeza partkom sekretari Levin Juan Xi Jinpingning dokladida ta'kidlangan Xitoycha zamonaviylashishni cho'nqurlashtirish siyosatidan cho'nqur ilhom olganligini bildirgan. Xitoycha zamonaviylashish Xi Jinping bu qurultayda o'tirg'i qo'ygan yangi hukm bo'lib, qo'yiq Xitoy millatchiligi tusini olgan. Aqsu viloyatlik partkomning sekretari Wang Gang bilan Aqsu viloyatlik partkom birliksab bilimining muavin boshlig'i Wang Wei bu yig'inning ro'yi bo'yicha Jonghua millatlari o'rtaq yangi mustahkamlash ideyasida chang turib, millatlar ittifoqligini kuchaytirib, hamma odamda Xitoycha qalb va Xitoy ro'yi bo'lishni ishga oshirish kerakligini bildirgan. Qurultayga qatnashgan bu Xitoy vakillarining hammasi Xi Jinping 10 yildan buyon elib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini Xitoyning manfaati uchun qilingan dohiyona siyosat deb bilgan va buningda ching turish kerak deb qaragan. İlşat Hasan Efendi bu atalmış Şinjan vakillarining amaliyotda vakil emas, balki Xi Jinpingni madhiyalashga kelgan sadoqatni qo'llash kerakligini bildirib, mundaq dedi. Xi Jinping'ninki bu dokladini atalmış Abnum rayonidan kelgan vakillar maqtaptı. Albatta maqtaydı. Ular bir yerda madhiya naqshi aytadiganga kelgan. Ularning vazifasi shu, ulug' dai deb turib, uning dokladini madhiyalab, sadoqat bildirish, o'ziga bir tavuqiga ega bo'lish. Bu odamlarda ideologiya yo'q, ularda erkinlik yo'q, ularda bir insonlik vijdonimi yo'q, imonimi yo'q. Shuning uchun bu odamlardan boshqa bilimni kutgan olmaydi. Ular vakil emas, qul. Qo'ldan qildigan ishi o'zining xo'jayinini maqtash, shu xo'jayinni maqtash orqali tashlab bergan ustixonaga jalash. New York vaqti gazetasining Xitoycha to'g'rida e'lon qilingan Xi Jinping mustabidlik to'ziqiga tushdi nomli maqolada mundaq deyilgan. Xi Jinping bu 10 yilda siyosiy raqiblarini yo'qotdi. Xitoy iqtisodiga og'ir ziyon soladigan siyosatlarni elib bordi. Xinjiang rayonidagi bostirishning asosini tikladi. Musulmon xalqni lagerlarga soldi. Diplomatiyada boshqa ellarni cho'chitdi va ularni Xitoydan yiroqlashtirdi. İlşat Hasan Efendi Xi Jinping'dek mustabid diktatorlarning hukmronlik davrining uzoqqa bormaydiganligini, Xitoyni balkim urush va halokatga so'raydiganligini, buningdan Uyg'urlar uchun bir umid tug'ilishi mumkinligini bildirib, mundaq dedi. Har qanday hokimiyat eng vahshiylashgan vaqtimi uning zavolligiga qarab, gumronlik qarab mangan vaqti. Chunki hokimiyat vahshiylashgan vaqtida diktator ko'pincha vaqtlarda o'zini bek cho'ng hisoblab shilting atadi. Shu shilting bilan o'ziga o'zi o'rik olaydi. Meningcha Xi Jinping mangulik raislikni qo'liga olgandan keyin balkim ko'ranglab Amerikaga shilting etishi mumkin, Tayvan masalasini keskinlashtirishi mumkin. Shu orqali o'zininki gumronligini tiziltib boshlansa, bu demak bizga keladigan bir fursat. Har bir kishi umid bilan safarbarlik qilib bu jangga atlanishimiz kerak.